turmush qurganingizga ancha bo'ldi, lekin haligacha sizda farzand yo'q. Buning sababi nimadaligini bilasizmi? Birinchisi, sizga haligacha aniq bir tashxis qo'yilmagan. Keraksiz tekshiruvlar qilingan, erkak bepushtligining ba'zi bir turlari ko'zdan qochirilgan. Shu bilan birgalikda sizdagi bepushtlik muammoning sababi emas, aksincha uning belgilari bartaraf qilishga harakat qilingan. Ikkinchisi, sizni hozirgacha turli xil samarasiz davolash usullari bilan davolashgan. Birinchisi, keraksiz badlarni berishgan va ikkinchisi turli xil tabobatlardan foydalanib, ya'ni o'sha otasi qilgan, bobosi qilgan deb turli xil tabiblarda davolashgan. Va nihoyat uchinchisi va eng muhimi bu psixologik baryerlar, ya'ni qo'rquv hisoblanadi. Shu paytgacha qarindoshlaringiz sizni nega farzand bo'lmayapti, nega bunaqa bo'lyapti deb qo'rqitishgan va sizdagi muammoni siz shifokorga borganingizda aytib qo'yishidan qo'rqib kelgansiz. Farzand istagidagi juftliklarga bitta maslahatim: bepushtlik bu bir oddiy kasallik hisoblanadi va hozirgi zamonaviy tibbiyotda uni yechish, ya'ni bartaraf qilish juda oson hisoblanadi. Agarda sizda xuddi shunga o'xshagan muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta bizlarga murojaat qilib keling. Biz sizning muammoingiz sababini aniqlaymiz va uni bartaraf qilamiz. Xudo xohlasa, Alloh sizlarga farzand beradi.